Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 9. bab. Qurultay. Malıman el, danışman sərkərdiga muhtaç. Namrat aile, çiver xotunğa. Uyğur xalq aqliya sözürdün. Miladiya 1348 yılı Ətiyazның o'ttirlari. Çağatay ulusunun dön qışlaq jangallıqida qizg'in davomlashayotgan Ətiyazlıq shikar faoliyati Doğlat Ulusbegi Əmir Bulacı'nın qurultay chaqirish to'g'risidagi farmoni bilan uzib qo'yildi. Qeyri Əmir Bulacıga nim bala keldikine deyişetdi shikarning tuyuqsiz uzib qo'yilgandan judini 40 kez o'rlagan amirlar. U yani kimni xon qilib tikilmoqchi bo'ldikine? Onun shikarni to'xtatishi bir xonni zo'rliq bilan og'dirib tashlab, onun o'rniga shuningga o'xshash yana bir xonni qo'yish uchunmi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, o'zining bilginini qilavasi bo'lmamdi. Bizning parvoyimiz palak. Shundoq bo'lsa-mu, Turg'avutlar Chag'atay ulusidagi har qaysi qabilalarning ulus beglarini, ulus amirlarini va oqsoqollarini Amir Bulaji Doğlatning taklifi bo'yicha shikargohdan Tuğluq Temirning Do'ng qishloqdagi xon chidiriga akilishdi. Do'ng qishloq shu chaqlarda Qum daryosi deb ataladigan Aqsu daryosining bo'yiga joylashgan qadimgi bir jangalliqning nomi bo'lib, xon chidiri tikilgan daryo yoqasida kengri bir maydon bor edi. Bugun shu maydonning atrofiga qator tizvitilgan harvalardan egiz ihota temi hosil bo'lgan edi. Xon chidirining oldiga yasalgan yog'och supining ikki yoniga shikar g'animatlari tog'dek do'lib etilgan edi. Chag'atay ulusbegidagi har qaysi qabila oymoqlarning oqsoqollari va ulug' amirlari o'z odamlarini boshlab taraf-tarafdan bu maydonga eqib kirishmoqda edi. Xon chidirining eshigi oldida qetib turishgan 4 turg'avut xon chidirining ichiga ulug' amir bilan oqsoqollarni o'tkazib, qolganlarni chidir sirtida to'sib qo'ydi. Xon chidirining 4 tarafiga qator 5 o'rin rastlangan bo'lib, qoq o'tirsidagi o'rin, qolgan ikki tarafdagi 4 o'rindan sal egizroq qilib tayyorlangan edi. Ulug' amirlar kelib bo'lishgandan keyin Turg'avutlar Chag'atay ulusidagi 4 huquqli ulus beglarini 4dagi heliqi egiz o'rinning ikki tarafiga o'rinlashtirib o'tirg'izdi. Chag'atay ulusidagi qolgan amirlar bilan oqsoqollar xon chidirining yon temini cho'rdab rastlangan o'rinlarga taklif qilindi. To'rga rastlangan 5 o'rinning o'ttirisi Chag'atay xonzodasi Tuğluq Temirga atalgan bo'lib, sol tarafdagi 2 o'ringa Doğlat Ulusbegi Amir Bulaji bilan Do'xtavi qabilasining ulug' amiri Shiravul Do'xtavi o'tirdi. O'ng tarafdagi 2 o'rinda Barlas Ulusbegi Amir Qozg'in bilan Sulduz Ulusbegi Amir Bayan Sulduz o'tirdi. Bir chaqda Amir Bulajining g'ujidori xon chidiriga kirib, Amir Bulajiga g'izoning tayyor bo'lib qolganligini xabar qildi. Hürmetlik Ulusbegi janoblari, tamoq tayyor bo'ldi. Mehmonlaringga atagan dasturxonni silishqa mumkinmikin? Ayab o'tirmay hammani akiriver, deb buyurdi Amir Bulaji ketib turib. U xuddi qerib mag'durdan ketgan, ammo hayvisi ketmagan tog' burkutiga o'xshab qolgan edi. Ulusbegi Amir Bulajining tavoqlari orqa-orqadan xon chidiriga kirishga boshladi. Ularning har biri birdan tavoq ko'tirib olgan bo'lib, g'o'jidarning ishorati bilan qo'lidagi et usulgan tavoqni apchillik bilan har bir mehmonning oldiga joy-joyiga qo'yib chiqishdi. Cho'ng qabilalarning ulug' amirlarining oldiga go'shtning esil yerlari tortildi. Odatdagi qabila amirlarining oldiga bo'lsa, go'shtning odatdagi yerlari tortildi. Mo'ng'ullarning dasturxonida qo'y go'shti bo'lsin yoki boshqa molning go'shti bo'lsin, pishqandan keyin qadimdan tortib davom qilib kelayotgan odat bo'yicha har qaysi sumaklar bo'yicha o'gi-o'gisidan ajratiladi.
Ular bu ishni dasturxonda maxsus go'sht parchalash ishi bilan shug'ullanadigan, bo'kal deb atiladigan mahir odamlarga topshiradi. Ular gavdasi bilan butun pishirilgan molning go'shini avval o'ttirdan 2 qilib bo'lib oladi-da, ondan uni 24 ugiga ayirib, dasturxonga daxil bo'lgan mehmonga qarab yoki 24 tovoqqa yoki 12 tovoqqa silib, dasturxondagi asosliq mehmonlarning har biriga bir tovoqdan keltiradi. Agar mehmon ko'p bo'lsa, 2-3 mehmonga bir tovoqdan keltiradi. O'tirda puti yerga tegishmay yugurishib yurishgan tovoqchilar mehmonlarning oldiga semiz et go'sht bezilgan tovoqlarni kayni-kaynidan qo'yishga boshladi. Ular Doğlat, Barlas, Do'xtavi, Sulduz qatorliq 4 qabilaning ulug' amirlari oldiga 4 jo'ng tovoqda et go'sht keltirishdi. Bu 4 amir Çağatay ulusi ichida alohida imtiyozga ega 4 jo'ng qabilaning oqsoqollari bo'lib, ularning oldiga ayrim holda bir tovoqdan et go'sht qo'yilganligi ularga bo'lgan alohida hurmatning belgisi edi. Tovoqchilar g'o'jidarning ishorati bo'yicha qolgan mehmonlarning oldiga 2 kishiga bir tovoqdan go'sht keltirishdi. Barlas qabilasining oxirgi ulusbegi Amir Qazg'in bilan Sulduz qabilasining ulusbegi Amir Bayan Sulduzning oldiga qo'yning o'ng beqini bilan so'l beqinining go'shi qo'yilgan edi. Bu Doğlat ulusining ulusbegi Amir Bulajining ularni o'ziga hammadan bak yaqin ko'rganligining ifodasi edi. Tovoqchilar so'rindagi mehmonlarning hammasiga go'sht tortib bo'lgandan keyin g'o'jidor Amir Bulajiga qaradi. Amir Bulaji mehmonlarni go'shtga eg'iz tekkizishga taklif qildi. Qadrlik ulug' amirlar, nemishqa qarab tursizlar? Sizlar biz Doğlatlarning hurmatlik mehmonlari. Qani, dasturxonga marhamat. G'o'jidor tovoqchining qo'lidan qo'yning meyi temib turgan yon peshi bilan beshi usulgan tovoqni ilib, ulusbegi Amir Bulajining oldiga berib, tizilinib o'tirdi. Amir Bulaji 2 qo'li bilan tovoqni oldida o'zining oldiga qo'ydi. Va belidagi yapaloq kumush potisiga qistiruqliq hanjirini g'ilobdan sug'urib olib, qo'yning bir quliqini kesib olgandan keyin og'ziga soldi. Ondan yana bir quliqini shattida kesib olib, to'rdagi alohida o'rinda o'tirgan Barlas ulusbegi Amir Qazg'inga berdi. Bir hazadan keyin mehmonlar oldiga qo'yilgan go'shtlarni yeb bo'lishib, maylashib ketgan qo'llarini tovoqchilar sungan yog'liqqa surtishdi. Amir Bulaji mayliq barmoqlari bilan burut soqollarini silib etgandan keyin juusining peshini, o'tkining qo'nchini mayladi. Qolgan bag amirlarmi uni do'rishib, mayliq barmoqlari bilan avval soqol burutlarini, ondan keyin o'tiklarining qo'nchilarini maylashdi. Tovoqchilar chala g'ajilab tashlab qo'yilgan so'ngaklarni quruqdilib qolgan tovoqlarga silib ochiqib ketishdi. Uzoq o'tmay soqiylar har xil ichimliklardan akirishga boshladi. Ichimliklar kuchula silingan kuchlik qimiz bilan qarza deb ataladigan sut tariqi edi. Soqiylar bujuldab ko'piklashib turgan o'tkir ichimliklar bilan liq to'ldirilgan cho'chaklarni doira bo'lib o'tirishgan mehmonlarga sunishdi. Har kim o'zi xohlagan ichimliklarga qo'l uzatishdi. Kuchlik sut tariqi Amir Qazg'inning ichini sirib ketdi. U nima bo'lganini bilmay, irg'ib o'rnidan turib ketdi-da, hasrab dam oldi. Janobi ulusbegi, bu nima o'zi? Janobi Amir Qazg'in, bu mu sharobning bir xili, deb xirqirab kuldi Doğlat ulusbegi javoban. Voy, sharob bo'lmay qurib ketsin. O'tga o'xshaydi ekan bu. Bu chaqda g'o'jidor uzatgan mayliq go'shtni o'pul-to'pul og'ziga silib choynagandan keyin Amir Qazg'inning tomiqi bir oz besildi. Xon chidirining oldida qo'llarida nayza, agri qilish va o'q siliqliq sadoqlarni tutishgan turg'avutlar qator o'ri turishgan edi. Ularga Tosh Temir Bahodir boshchilik qilmoqda edi.
Maydonga mig'ildab turishgan odamlarning ba'zilari harvalarning ustiga chiqib olgan edi. Kishilar bir amal qilib xon chedirining oldiga yaqin berib olishga urinatdi. Qo'llariga yalang'ochlangan qilich tutgan turg'avutlar davrab turgan xaloyiqni xon chediriga yaqin keltirmasdan kayniga chekindirib turadi. Bir chaqda xon chedirining eshigi ochilib, ichidan uchisida so'zlar yaqiliq kimxab juva bilan yapaloq kumush pota, beshida qora kimxab jiyaklik mo'ng'ulcha din qalpoq, sangilab tushgan burutiri bilan soqili qo'shilib ketgan qizil yuzlik qo'rsoq sag'an Do'g'lat Ulusbegi Amir Buloji chiqib keldi. Orqasidan huquqliq ulusbeklari, ulug' amirlar va 4-5 mo'ng'ul kiygan lamalari, bu yerga kiygan lama degan Budda dinidagi rohiblarning nomi ekan, va Amir Bulojining yaqinlari chiqishdi. Ulusbegi Amir Buloji xon chedirining oldidagi yog'ochdan yasalgan sup ustiga chiqqanda, qolgan ulusbeklari, ulug' amirlar, oqsoqollar va mo'ng'ul kiygan lamalari yog'och supining ikki tarafida qator tizlashib turishdi. Chag'atay ulusbegidagi Do'g'lat, Barlas, Karat, Sulduz, Do'xtavi, Erginanut qatorliq qabila oymoqlarining ulug'lari yog'och supining oldida gidiyishib turishadi. Ular uchisiga tangi gullik ta'tillar va ranglik tovar turqilar bilan toshlanib tikilgan ko'rkam juva, yon izmiliq yipak nimcha tonlarni kiyib olgan edi. Bag amirlarning orasidagi hammasidan qerisi bo'lgan Shiravul Do'xtavi oldiga chiqib, hammadan avval Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulojiga tizlanib bosh urdi. Orqadan o'rindan turib, beshidagi so'zlar terisidan toshlanib tikilgan maxmal jiyaklik mo'ng'ulcha din qalpiqini qo'liga ilib, bir oz qo'ringanda qilib tushib turdi. Orqadan Amir Bulojiga qarab, chang qog'idek changildab so'zlashga boshladi. Dövlətin və mərtəbən ziyadə bolsun. Zimin bilən köknün və Çağatay səltənətinin toyançı. Çağatay ulusunun əmirlə əmri. Tirik qonşim Burhani və bəglə begi boğan hörmətlik Ulusbegi Əmir Buloji canabları. Çoğ Burhan və qonşim Burhanla sana və senin əvladınğa uzun ömür ata qığay. Düşmənlərinin yüzü qarı boğay. Bizge oxşaş ulug' əmirlər hər daim xizmətində boğay. Bu çağda supuning atrofida turishgan baglar, amirlar va mo'ng'ul kiygan lamalari Shiravul Do'xtavining bir eshakka yuk bo'ladigan, uzundan uzunga so'zilgan bu so'zlariga ancha ahamiyat berib ketishmay, og'zining uchidala vaqirishib qo'yishdi. Her daim xizmetingda bo'lg'aymiz. Salomat bo'lg'aysan. Qonşim Burhanimiz sana va sening avlodingga uzun ömür ata qilg'ay. Ularning varang churunlarining oyog'i besilmay turibla Shiravul Do'xtavi yana so'zlashga boshladi. Hurmatlik Ulusbegi Amir Buloji, mening savol so'rashimga ruxsat bergaysan. Bizni nimishqa bu yerga yig'ib olding? Shikor maydonidan nimishqa bemahal chaqirding? Buning sababini aytib bersang, janobi ulug'um. Atrofida o'zini mansitmay, gedishib turishgan Ulusbek, ulug' amir va oqsoqollarga qapqini turib, salqin nazar bilan qarab turgan Amir Buloji, uning uzundan uzunga so'zilgan bu so'zlaridan ancha hudiqib ketmadi. U qo'li bilan belidagi misran qilichining kumush dastasini ching tutib, surli qiyofatda salmoq so'zlashga boshladi. Ey Burhanimizga temingan pok dinliq bag amirlar, so'zimga quloq solinglar. Men sizlarni bu yerga intayin muhim bir ish to'g'risida kengash qilishga chaqirdim. Yilda bir topqur bo'ladigan ehtiyojliq shikarni to'xtatib, bu qurultayni chaqirishda albatta muhim sabab bor. Butkul Chag'atay ulusidagi el jamoat bir niyat bir maqsadga kelib, Chag'atay saltanatining taqdiri bilan munosabatlik muhim bir cho'ng masalani hal qilishimiz lozim. Buni atiga qoldirishga
hergiz bo'lmaydi. Bugunning o'zida hal qilmoqimiz lozim. Bu chaqda yog'och supining atrofida o'ri turishgan Mo'ng'ul bag amirlarining orasidan "Qani so'zlar, hurmatli ulusbegi, anglayapmiz. Quliqimiz senda. Qandaq ish bo'lsa, qani o'tirib qo'yib baxmamsan. Anglab beqib bir narsamiz" degan ovoz anglandi. İşit yili Bozanxon isyon ko'targandan tortib, Chag'atay taxtida xonlarning o'rni zodi ismidi, dedi Amir Buloji qahri bilan so'zlab. Chag'atay saltanati xuddi kuya tashgan eski terdak to'p o'tmi to'shik bo'lib ketdi. Kuchlik qo'shni uluslar biz Chag'atay ulusining tarixda chechilib, yer bilan yakson bo'lib ketishini to'rt ko'z bilan kutishmoqda. Ular Chag'atay ziminiga o'z bag, o'z xon bo'lishib, bizlarni bir parcha nonga, bir yutum sutga, bir parcha kigizga zor qilib, qong'ir qaqshitib, maqsadiga yetmoqchi. Mubada ularning bu maqsadi ishga ishib qolsa, bu chaqda Chag'atay ulusidagi har bir qabila, har bir oymoq, her 10 çıdır adamdan bir adamni, her 10 yılqıdan birisini, eğer yılqı qulu bolsa qulini, to'ruq bolsa to'ruqini, olı bolsa olısini, kören qaşqı bolsa kören qaşqısını, çapdar bolsa çapdarını, jiran bolsa jiranini, çipar bolsa çiparını, qısqısı her qaysidan 10dan birini siliq tariqasida ularga berishga to'g'ri keladi. Biroq bu uxlamay tush ko'rganlik. Chunki Chag'atay zimini marhum bo'limiz Chag'atay xondan bizga miros qolgandir. Amir Bulojining maqsadini teqcha tushunmagan bag amirlar tit bo'lishdi. "Ey Amir Buloji", deyishdi ular. "Buni sen aytmasangmi bilamiz. Biroq sen zodi nima demoqchi bo'lsan? To'la azmangni azmay, bizga maqsadingni aytqinchi." "Ey qiron burkutlar, ey ulug' bo'g'imiz Chingizxonga izmi-iz agishib minib, sonsizlagan dushmanlarni bosh egdirgan, dushmanga qarshi arslondek jang qilgan marhum Chag'atay xonning o'z ulusi sözümü kulak selanglar. Biz Chag'atay saltanatini teximi qudrat topsun deydigan bo'lsak, cho'qim hozirning o'zida Chag'atay xonning o'z pushtidan bo'lgan va bizlarni ulug' bo'si Chingizxon va Chag'atay xonlardek g'albidan g'albiga boshlab mang'alaydigan, bizga qarshi chiqqanlarni yer bilan yakson qilib tashlab, hisobsiz mol dunyosini o'lja elib, qo'ru mallarni, uyur yilqilarni g'animat elib, erlarini qul, xotin qizlarini dedak qilib, haydab kelishimizga rahbarlik qilalaydigan, qumdak chechilib ketgan Chag'atay ulusini mustahkam bir saltanat atrofiga uyushtiroladigan qattiq qo'l, chivar va dona haqanni saylab chiqishimiz lozim. Geping xata emas, lekin deb vaqirdi kuchli qimiz ichib qizib Barlas ulusbegi. Amir qazg'in gediyib turib. Lekin qani sen aytayotgan Chag'atay xonning o'z pushtidan bo'lgan ashu xonzoda, uning ustiga janobi ulusbegi, mening shuni bilgim keladi-ki, xon saylaydigan bundaq katta qurultayga boshchilik qiladigan huquqni sana kim berdi? Bütün sorun ahli so'zligichining og'ziga hangviqib qarab qilishdi. Bu chaqda bütün meydan timtasliq cho'mgan edi. Dal mush chaqda xon chedirining ishga echilib, chedirining ichidan egiz bo'yliq, navqiron Mo'ng'ul yigiti kirib chiqib keldi. "Mana men bu huquqni uningga mana men bergan", dedi u jarangliq ovoz bilan keskin so'zlab. "Mana men marhum Chag'atay xonning o'z pushtidan bo'lgan Xaqon Eson Bo'g'a xonning Tug'luq Temur degan xonzodasi bo'laman." Amir qozg'in mansitmagan nazar bilan, mansitmaslik nazar bilan Tug'luq Temurning beshidan oyog'igacha sinchilab qarab ketdi.
U gerçi buningdan 28 yil ilgari o'lib ketgan Chag'atay xoni Esenbug'a xonning Tug'luq Temur deb atiladigan bir o'g'lining Do'xtaviy qabilasida yashaydiganligini anglagan bo'lsa-mu, ammo hozir uning Do'g'lat qabilasida panohlanib turayotganligini o'ylab boqmagan edi. Şuna o ittik Do'xtaviy qabilasining ulug' amiri Shiravul Do'xtaviyga qaradi. U darhol peshini burab, boshqa tarafga qaragan bo'lib turib oldi. Sening Chag'atayning o'z pushtidan bo'lganligingga kim isbot bo'la oladi? Mening Chag'atay nasabidan ekanligimga hurmatli ulug' amir Shiravul Do'xtaviy isbot bo'la oladi. Bu chaqda uning so'zini tasdiqlagandek Do'xtaviy qabilasining oqsoqoli ulug' amir Shiravul Do'xtaviymi to'p ichida turib, Janobi Tug'luq Temirxon oliylarining marhum xonimiz Chag'atay xonning o'z pushtidan bo'lgan Esenbug'a xonning o'g'li ekanligiga mana men isbot bo'la olayman deb vaqirdi. Amir qizg'in barlas yanla tanbamay. Sening tuturuqsiz gap qildigan odam ekanligingni kim bilmaydi? Shunga sening bu apqashti gaplaringga ishongil bo'lmaydi. Qachonki Tug'luq Temur o'zining Chag'atay nasabidan ekanligini isbotlay oladigan biror moddiy isbot ko'rsatib dalillayolsa, ondan uning Chag'atay zotlik nasabini e'tirof qilib bo'ladi. Xaloyiqning orasida kulki ovozi anglandi. Bu chaqda Tug'luq Temur qo'yindan Chingizxon hayot vaqtida ismi uyulgan va faqat o'z nasabidagilarga berildigan yiliqi yo'lvoz suratlik oltin tamtakni chiqarib, beshidan egiz ko'tarib xaloyiqqa ko'rsatdi. Chingizxon hayot vaqtida tuzgan yasoqqa binoan uning ismi uyulgan yo'lvoz suratlik oltin tamtak Chingizxonning farmoni sifatida rol o'ynaydi. Şuna Moğollarning har qanday bundaq yo'lvoz suratlik oltin tamtakni ko'rgan hamon darhol tizilib bosh urishi shart edi. Bo'lmasa Chingizxonga behurmatlik qilgan degan gunoh bilan yasoqqa tortilib beli ushtilatdi. Tug'luq Temurning qo'lidagi Chingizxonning ismi uyulgan yo'lvoz suratlik oltin tamtakni ko'rib, maydondagi Mo'g'ullarning hammasi xuddi lochinni ko'rib köbükке bekinib olgan kaptardek darhol jim bo'lishib, tizilib Tug'luq Temurga bosh urg'ul turishdi. Bu chaqda Tug'luq Temurning xon navkarlaridan bo'lgan Turg'avutlar tarafdan muqaddas xoqonning farmonini bajo keltiringlar. Chag'atay xoni Tug'luq Temurxon janobi oliylaridan gumonlanguchi bo'lmanglar deb baqirishdi. Maydon timtasliqqa cho'mdi. Tug'luq Temurning putukchisi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki Amir Bulojining ishorati bilan qo'lidagi qog'ozni varaqlab o'qishga boshladi. Farmoni oliyga quloq solg'aysizlar. Marhum Chag'atay xoni Esenbug'a xon buningdan 28 yil muqaddam o'zi hayot vaqtida farmoni oliy putib shundoq vasiyat qilganki, bu farmoni oliyda mundaq deyilgan: Ulug' Xoqon buvimiz Chingizxon bilan Chag'atay xonlar bizga g'olib Mo'g'ul qo'shinlarini boshlab butun yer yuzini bo'ysundirishni topshirgan edi. Afsuski, shum ajal buningga yo'l qo'ymadi. Shunga bu arzu armanimizni o'rinlashni kichik xonish Manglik xotunning qorindan pat arada yo'ruq dunyoga ko'z ochadigan pushtimiz. Agar u farzand o'g'il bo'ladigan bo'lsa, baqi qoldirdik va uni o'zimizga varis qilib belgiladik. Shunga bizga sodiq vafodor amirlarimiz, qoplan yurak bahodirlarimiz va yengilmas noyunlarimiz gapimizga quloq solg'aysizlarki, mubada bizdan keyin Chag'atay ulusi haqansiz qilib el qumdak chechilishga boshlasa, bizning pushtimizdan tug'ilgan ashu farzandimiz agar u o'g'il bo'ladigan bo'lsa, uni izlab tepib taxt saltantimizga haqan qilib o'tirg'izg'aysizlar.
Vaqti kelganda u butun Chag'atay ulusini yangi boshdan birlikka keltirib, mustahkam va qudratlik saltanatlik saltanat atrofiga uyul toshdek uyushtirib, Moğol xalqini g'albidan g'albiga boshlab, shuhratini olamga yoyidi. Shunga biz uningga Bahodir bobimiz Chingizxon hayot vaqtida o'z qo'li bilan ismini yozgan yo'lvoz suratlik oltin tamtakni miros qoldirib ketdik. Qachonki uning varislik o'rniga nisbatan shubha gumon paydo bo'lib, taxit majrosi yuz bersa, u mushu yo'lvoz suratlik oltin tamtakni chiqarib ko'rsatsin. Shuning bilan billa urush jang ishlariga va hokimiyat yurtdorchilik ishlariga tajribasi mo'l bo'lgan Uluzbegi Amir Bulaji janoblarga shundoq farmon berimizki, u farzandimizni tarbiyalab, saltanatning oltin tizginini qo'ldan chiqarmasligini har vaqt o'gitib tursin. Shundaqla farzandimiz ko'pni ko'rgan, tajribalik, aqlli va dona Davlat Uluzbegi Amir Bulajining aytgan so'zini doim quloq silib anglaydigan bo'lsin. Shunda qilsa, farzandimizning qo'li osmondagi yulduzga yetadi. Jangda mangu yengilmas bo'ladi. Butun zaminga tanho hukmron bo'la oladi. Faqat shu chaqdala butun Chag'atay ulusida yig'i g'alyon, og'riqsizlik, och yalang'ochlik deganlarning hammasi tugaydi. Əldə bütünlay əminlik o'rnaydi. Biz balkim uni ko'rolmasmiz. Biroq bu maqsadimiz farzandimizning qo'li bilan o'rinlansa, bizning u dunyodagi ruhimiz jazman xush bo'ladi. Bizning umidimiz mana mushudur. Butkul Mo'g'ul xalqining armoni ham mushudur. Bu chaqda Amir Qozg'onning hayyor ko'zlari aloq-jaloq bo'ldi. U tinmasdan atrofga qaraydi. Inchki barmoqlari bilan shalon ko'z saqilni chapsan taraydi. Buyuk Xaqon Chingizxonning ruhi bizni g'albiga boshlag'ay deb vaqirashdi yog'och supining atrofida turishgan Mo'g'ullar. Ularning kuchli sadosidan butun do'ng qishloq zilzilaga keldi. İsan Buğaxonning o'z pushti bo'lgan To'g'liq Temirxon janobi olilari bizni Chag'atay xonning qarchiga suratlik qizil tug'ning ostiga uyushtirib, g'albidan g'albiga boshlab mang'alaydi. Bahodir To'g'liq Temirxon, sening yo'lingda hammamizning jini pida. Kishilarning olqish sadolari ichida Davlat Uluzbegi Amir Bulaji To'g'liq Temirni qo'lidan yetlab, yog'och supa ustiga chiqdi. To'g'liq Temir tövəndə sanjaq turishib, o'ziga to'xtamasdan olqish yangitayotgan Mo'g'ullarga takshi ko'z silib chiqqandan keyin belidagi yo'lvoz surati tushirilgan oltin to'qiliq kamiriga isiqliq agri qilchini sug'urib oldi-da, egiz ko'tarib turib, jarangliq ovozda so'zladi. Ey botirlikda tangdassiz, soyib qiron bahodirlarim. Men Bahodir otam, marhum Chag'atay xoni İsan Buğaxonning vasiyati bo'yicha sizlarni g'albidan g'albiga boshlab menib, bizga qarshi kelgan dushmanning beshiga chaqmoq bo'lib tushib, yer jahonda dushmanlarning qinini sal qilib oqtirishga qasam ichaman. Buning uchun men butun olamni titratgan ulug' bovam Chingizxon hayotchig'ida tuzgan yasoqlarning hammasini asliga keltiraman. Chag'atay ulusini qudrat toptirish uchun butun elni Chingizxon yasoqlari bilan idora qilaman. Chingiz yasoqlari bo'yicha tuman og'asi, 1005, 105, 15 qatorliq amal mansablarni asliga keltirishni jakolayman. Qarchiq suratli qizil tug' saltantimizning alomatidir. Qizil rangi bo'yalgan ot yoli bilan bog'langan uzun nayza tuman og'asining tug'i. İki tarafiga kukuli silingan tabil 105ning alomati bo'ladi. Bütün jang otlarining egrining iki tarafiga
birdən ikki nağrı esib qoyulushi kerak. Saltanat ma'murlari o'z hukmlarini adolat bilan yurgizishi, teriqchilarga rahim shafqatlik bo'lishi lozim. Mening saltanatim so'd setiqqa alohida ahamiyat berdi. Men aholiga g'olib Mo'ng'ul qo'shinlarini oziq-tudik, yem-xashak, ot horg'i bilan ta'minlashni buyurayman. Shuning bilan birga har bir otliq Mo'ng'ulning ikkidan eti bo'lishi, sadoqlarida o'qlari to'liq bo'lishi, qilish, jang paltisi, harisi va 10 dondan yingnisi bo'lishini talab qilaman. Qo'shin va aholi ichida qamcha qatorliq jazo qurollarini ishlatishni qat'iy ma'ni qilaman. Chunki bag amirlarimning har bir eg'iz so'zi o'zining qamchisiga o'xshash ahamiyatga ega bo'lmasa, undaq bag amir haqiqatan to'rlik layoqatiga loyiq emas.